Assalomu alaykum, hurmatli YouTube tomoshabinlari. Hurmatli obunachilar, mana ko'rishlaring mumkin, bizning nasosimiz ishga tushdi. Juda ham qiziq, dehqon akalar, fermer akalarimiz uchun. Mana ko'rishlaring mumkin, tashlab turgan suvni bu yerda ilgari 37 kilovat nasos turgan. Mana shu ulangan joyigacha 200 turba kelgan, bu yog'i 159 talik turba bilan chiqargan, lekin obmotkasini juda ham ko'p kuydirgan. Shuning uchun bu yerda nasosni 37 kilovat chiqarib tashlandi. Pashti teng yarimiga to'k rasxodini teng yarimiga kamaytirib, glubin nasos tashlab berdik. Hozir bundan 37 kilovatdan 2 barobar suv tashlab turibdi mana shu holatida. Bu fermer akalarimiz o'zlari shunaqa deyishdi. Suv ko'rishlaring mumkin. Hozirgi turba 219 talik turba. 37 dan ko'ra 2 barobar suvi ko'p. Ko'pi teng barobar yarmini olyapti. Mana shu holatda joyda kattagina ariq to'ldirib ketyapti. Hozir pastdagi ishlayotgan joyini ham ko'rsataman, elektroshitlarini ko'rishlaring mumkin. Kimga mana shunaqa ishlar qilish kerak bo'lsa, do'stlar, ekranda turgan nomerlarga telefon qilaverasizlar. Hozir shu pastda ham ko'rsatib beramiz. Bu yerda umumiy padion bor, balandlik. Xo'p, adashmasam bir 8 metr atrofida chiqadi. Xuddi shunaqa padiumlarda katta kilovatni ishlatib turgan akalar bemalol telefon qilishlari mumkin. Mana shu joyda nasos turibdi, shundan mana shu xotda ekan mana. Qancha? Bir 8 metr boring, suv bilan o'lchaganda 10 metrdir. Katta kilovatni 150 turbaga qo'yib ishlatayotgan, qiynalib turgan akalar bemalol aloqaga chiqishlaring mumkin. Elektroshit. Like bosamiz, like. Sizlardan hech qancha pul ham talab qilinmaydi, boshqa narsa bo'lmaydi. Like bosamiz, bittadan qo'llab-quvvatlaymiz. Fermer do'stlaringga raketa uchirib qo'yasizlar do'stlar. Suvlari vaqti zo'r chiqqan. Mana bu yerda bitta nasos bu tomonga, bitta nasos u tomonga. Ikkalasi bo'lib, mana shu nasos teng yarmi bo'lyapti, to'k rasxodi. Hozir emas. Asadbek, bu tomonga o'tib turing. Oldin bu nasos ishlagan. Bu yerdan bu yoqqa qarab bitta nasos surgan. Mana bu yerda zadvishka narsalarni chiqarib tashladik. Bu yerda bitta zadvishka bo'lgan, bu yerda bitta zadvishka bo'lgan. Bu tomonga chiqqan payti buni yopishgan, bu tomonga chiqqan payti buni yopishgan. Lekin obmotkasi juda ham ko'p kuygan. Ishqilib muammo bo'lgan. Shuning uchun bu tomonga отдельно mana bitta shiti bilan, bu tomonga отдельно bitta shiti bilan qo'yildi. Albatta kimga mana shunaqa ishlar qilish kerak bo'lsa, bemalol ekranda turgan nomerlarga telefon qilaverasizlar. Qo'ldan kelgancha O'zbekiston bo'ylab xizmatlarimiz bor. Chiroyli suvlar chiqarib berishga harakat qilamiz.